Bu do'konga kirib aynan shu narsani sotib olishim uchun men nafsim bilan necha yillar davomida kurashganimni bilmaysiz. Hayotimni o'zgartirgan, orzuyim ushalgan ushbu kun haqida sizga aytib bermoqchiman. Ikkita o'g'limni ertalabdan oldimga solib, shu do'konga yo'l oldim. Do'konga kirishdan oldin shunaqa hayajonlandim, lekin kirib o'zimda kuch topib, men o'ranmoqchi ekanligimni, menga yordam kerakligini sotuvchiga aytdim. Ro'mollarni juda ham ko'p tanladim qizlar. To'yimda ham oq libosimni bunaqa ko'p tanlamaganman. Universitetga kirmoqchi bo'lganimda ham qaysi universitet tanlashda bunaqa ikkilanmaganman. Axiri bugungi kiyimimga mosini, ya'ni bordovisini o'rab ko'rishni qaror qildim. Birinchisi menga juda ham yoqdi, o'rab ko'rdim. Menimcha juda ham yarashdi. Ikkinchisi unchalik yoqmadi. Peshonasida jimi-jimisi bor ekan, uni yechdim. Boshimni juda ham katta ko'rsatdi menimcha. Ikkinchi do'konga yo'l oldim. Bu yerdan faqat bittasini sotib oldim. Ikkinchi do'konda men shapkali shifonli sharf deyiladimi? Menga juda ham yoqdi. Shuni xarid qildim va do'kondan o'rab chiqib ketdim. Do'kondan chiqqandan keyin farzandlarimdan so'radim, "Qalay, menga yarashdimi o'zi? Qanaqaman?" desam, "Juda ham yarashdi oyijon, siz hammadan chiroylisiz har doim" deb meni xursand qilishdi. Lekin yo'lda boraverishdi. Shunaqa sharfni million marta to'g'rilab qo'ydim. Qizlar, sizlarda ham shunaqa bo'ladimi o'zi yoki men shunaqa epsizmanmi? Kommentariyada qachon o'rangansizlar va sizlarda qanaqa hayajon hissiyotlar bo'lganini yozib ketinglar. Men bilan bo'lishsanglar xursand bo'laman. Rahmat.